Assalomu alaykum. Mana Qo'qon shahriga mebel qilib berganmiz. Crashing MDFdan bo'lgan. Juda chiroyli chiqdi. Hop. Davodchikli mexanizmlar yaxshisidan qo'yilgan. Sushilkasi bo'ladi o'zida. Bu tomondan mana ko'rinishi. Minimalizm high-tech usulda bo'lgan. Tagida musobaqachasi ham bo'ladi. Hop, bundan tashqari komplekt qilib qilganmiz. Bu prixoshkasi. Uyda umumiy MDF crashing qilingan hamma detallari bu detskiy spalniy bo'ladi, ikkita. Bu yerda detskiy shkafchalari. Bundan tashqari mana spalniy komplekti ham bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan. Spalniy komplektimizga ikkita tumbuchkasi bo'ladi va bunaqa ramashkali modelli spalnisi bo'ladi, matrassiz, faqat alohida.